Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, kanalimga xush kelibsiz. Bugun hamma gullarni bir boshdan ko'rsatmoqchiman. Mana bu epifilm gulimiz. Bu juda yaxshi rivojlanib kelyapti. Juda so'lg'inday bo'lib qoldi. Endi ko'p sug'orilgan bo'lishi mumkin. Boshqa sabab topolmadim. Endi kamroq sug'oramiz. Kichkinagina xavortiya. Bu koralloviy begonya. Bu begoniyamiz bahordan beri tinmay gulladi. Mana endi yaxshilab barg yozyapti. Endi shox solaydi. Mana eng pastidan ham chiqaryapti. Yaxshi. Bu gulimiz Xitoy atir guli. Ozroqgina qiyshaygan ekan, tikka cho'kka qadab qo'ydik, qiyshayib o'smasin deb. Geran gulimiz. Aloe vera. Bular ham geranlarimiz. Geranimizga ozroq xloroz tegibdi. Bu gulimiz begonya fista. Juda ajoyib. Oy, adashdim. Bu peperomia. Mana bu gulimiz begonya fista. Bu hamma biladigan tradiskansiya. Bu yoqda fistalar, o'sha bu yil ko'chirib o'tkazilgan fistalar juda yaxshi rivojlandi. Bu yoqda bugenvilya turibdi. Bu tomonda asparagus, kaleriya gulimiz, afilandra, qizil gullaydigan. Endi navbat sukulentlarga. Mana bu yerda krasula, dollar gul deydi. Bu yoqda kalanfoy kiyik shoxi va boshqa kalanfoylar. Bu gulimiz bu apora kaktus. Aloe 100 yillik. Mana bu yerda bargidan qo'yilgan kalanfoyi kattarayapti. Mana bu yerda o'tgan daf'a ko'rsatganimda uncha nima qilgan yo'q edi. Bular g'ujum bo'lib chiqqan. Har bittasidan 5 tadan 6 tadan bo'lib chiqqan. Endi bular qisilib qolmasin deb ko'chirib o'tkazmoqchiman. Bu yerda kaktusning bolachalari tushib ketgan payt ekib qo'yganmiz. Mana bu bargdan chiqqan kalanfoyi. Mana bu kalanfoylarni barglarini yulib, bu yerga yana ekib qo'ydik. Hammasi amal olgan, yaxshi. Mana bu dollar gulimizni girdilari qizil mana. O'sha girdilarni qizil bo'lishi bu gulni yaxshi rivojlanganidan darak beruvchi bir belgi ekan. Men buni uzoq muddat sug'ormadim, bir sinab ko'rmoqchi bo'ldim. Shunday barglari yumshab, lattada yumshab qoldi. Men 2 kun bo'ldi sug'ordim. Avval sug'orib, keyin hammasiga o'g'it berib chiqdim. Mana barglari sug'organdan keyin birdaniga qotdi. Mana barglari qattiq bo'lib qolgan. Men shuni bildimki, bu krasula gulimiz juda suvsagan payti ham barglari yumshab salvirab qolar ekan, juda ko'p suv ichgan payti ham shunday belgi bo'lar ekan. Shuni shu belgisini bilib olgan gulsevar bekalarimiz adashmaydi. O'sha juda ko'p suv ichgan payti ham barglari yumshab qolar ekan. Juda sug'oruvsiz qolib ketgan ma'no.
Hozir qattiq bo'lib qoldi. O'sha shuni belga qilib sug'orsa bo'ladi. Mana bu apara kaktus gulimiz. O'sha ikkita tuvakda apara kaktus bor. Har ko'chirganda tushib qolavergan suqib qo'yganmiz. Katta-katta bo'lib ketgan. Mana bu yerda apteniya gulimiz. Aloe, mammillaria, xlorofito. Kaktuslar. Mana bu yerda oldingi videolarimda mana bunday korobkaga ekilgan kalonxo'y bor edi. Bir tup kalonxo'yni bo'lib ekkandik. Kecha o'sha korobkadagi gullarni, kalonxo'y gullarini hammasini tuvaklarga ekib chiqdik. Kattaroq tuvakka 3 tadan ekdik. Kichikroqlariga bittadan ekdik. Kalonxo'ylarni hammasini tuvakchalarga ekib chiqdik. Tuvakka sig'maganlarini mana bunday kichikroq korobkaga ekib qo'ydik. Hammasini joylashtirib oldik. 7-avgust kuni Burdugonanikiga gashtakka bordik. Hovlisida kalonxo'y gullari bor ekan. Dugonanikida mana bu 5 ta atroskani olib kelib ekib qo'ydik. Hammasi tutib ketdi. Bu kalonxo'y degani juda beyor gul ekan. Qanday qilsa ham ko'klab ketaverar ekan. Hammaga tavsiya qilaman. Shuning bilan videoni tugatamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Obuna bo'ling, like bosing.